turgan sahobiy, "Ya Rasululloh, bu yerga siz o'zingizni rais bilan tushdingizmi yo sizni Xudo buyurdimi bu yerga tushishga?" deganda, "Yo'q, menga oyat nozil bo'lmadi, menga bu yerga tushishni Alloh buyurmadi. Men o'zimni ra'yim bilan tushdim. Agar bir jo'yalik maslahat bo'lsa, desang qabul qilamiz" deganlar. "Agar meni maslahatimga qo'ysangiz, o'sha Badrda Makka tomondagi eng birinchi quduqqa borib joylashinglar. Qolgan quduqlarni ko'rmaylikda, o'sha quduq yonidan hovuz kavlab, suvni to'ldirib olib, qolgan hovuzlar, quduqlarni ko'mib tashlaylik" deganlarda, ma'qul kelib, mana shu yerga endi aytishlaricha bo'yicha bu katta tepalik bo'lgan ekan. Shu gumbaz baravaridan balandlik bo'lgan ekan, tog' keyin olib mana shu yerda o'sha sahobiylarning maslahati bilan Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu maslahatlari bilan shu kappa tikilgan. Shu kappadan boshqarib turasiz urushni deganlar. Mana shu masjidni qurilgan, alhamdulillah shu masjidda ham namoz o'qishni nasib qildi inshaalloh. Mana bu tomonda o'sha mushriklar kelgan ekan. Hozir yo'lda ko'rasiz, yo'lda soyliqlar bor. O'sha yomg'ir yog'di deyildi-ku. Yomg'ir yog'ilganda, yomg'ir yog'ganda mo'min musulmonlarga qancha foyda bo'lgan bo'lsa, rahmati ilohiy bo'lib, mushriklarga shunchalik azob bo'lgan ekan. Loylarga botib, shundan Badr maydoniga kelishligi bir kunga kechikib qolgan ekanda, shuna quduqqa yetib kela olmagan. Yerlari hamma payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan kelib sahobiylar egallab bo'lgan. Ana shu shox-shabbalarga o'xshagan narsalar bormi? O'sha joylarda o'sha Abu Jahllarning qabrlari o'sha joyda ekan. Abu Jahl yoshlarga himoyachisi. Hani ko'rsa atroflarda deyarli daraxt ham ko'karmas ekanda, daraxt. Mana xurmolar bor, bu yoqda xurmolar bor. O'ziga ser hosil bog'lar bo'ladi. Badr maydoni. Endi o'sha 166 kilometr dedimi Makkadan. Shu yerga sahobiylar Rasululloh bilan bir 3 kun yog'bag'ida o'sha kelganlar va shu yerda jang bo'lgan. Bu 313 ta sahobiy, 313 ta sahobiy, 2 ta otliq, 70 ta tuya. Mushriklarda 700 ta tuya, 100 ta otliq bor. Kuch ko'rasizmi? Lekin Alloh taborak va taolo boyagi Jabalul Malayka ziyorat qilgan joylarimizda farishtalarni tushirib, Alloh taolo payg'ambarimizga nusrat berib, yordam bergan. Mana shu eng birinchi islom olamidagi birinchi jihod g'alaba bilan, islomning g'alabasi bilan tugaganda va o'sha Badr g'azotidan keyin Badr g'azotida musulmonlar g'alaba qozonishdan oldin Madina yahudiylari musulmonlarni kulib ustidan xo'r qilib har xil gaplarni gapirganda, bu Muhammad o'zini kim deb o'ylayapti? Bu shuncha katta lashkar bilan ro'para bo'lishga hali bu hazirlaydi degan mazmunda gaplar tarqatdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham chiqardi. Xullas Badr g'azotida Xudo taolo nusrat berib musulmonlarga yordam berib g'alaba qozongandan keyin islom haqida payg'ambar alayhissalatu vassalom haqlarida hamma gaplar o'chganda, yahudiylar assalomu alaykum, taqsiringizni yaxshi bilib tuzilib o'tib qolgan. Musulmonlarni ko'rganda mana shu ta'zimga o'tib qolgan. Chunki duxuni o'tkazib yuborganda butun o'sha nafaqat Makka mushriklarni jangchilarni, o'sha ularni tarafdorlarini ham chakaga o'chirganda, oz sonlik sahobiylar bilan ko'p sonli sahobiylarni yuborgandan keyin hamma duxuga o'tib qolganda, chakaga o'chgan, birorta islom haqida yomon gap gapira olmagan. Keyin Uhudda mana kecha borib ko'rdikku, Uhudda nima evaziga? Bitta xato evaziga. Bitta xato. Shu tog'da aynan tog'ida turgan 50 ta kamonchini 40 tasi o'lja yig'amiz, mol dunyodan biz turib qolyapmiz deb ketish bilan ana shu g'alabani, naqd g'alabani, musulmonlarning g'alabasini Xudo taolo kufrlarga, mushriklarga olib berdi. Shu mol dunyoga qiziqish evaziga olib berdi. O'sha Anfal surasi bor. Yasalunaka anil anfal qul lillahi va li rasulihi o'sha aytadi.
sizdan anfol haqida so'rashadi. Ya'ni anfol degani o'lja degani. Urushda olingan o'lja haqida so'rashadi. Ular kimniki yo Rasululloh deb so'rashadi. Siz aytingki, ular Allohniki va Allohning rasuliki deb ayting degan. Badr jangida 3 toifa bo'lgan. 313 ta sahobiy 3 toifa bo'lgan. Birinchi toifa mushriklar bilan jang qilgan. Ikkinchi toifa mushriklardan qolgan o'ljalarni yiqqan. Uchinchi toifa payg'ambar alayhisolatu vassalomning himoyasi bilan mashg'ul bo'lgan. Qarang 3 toifa. Endi urush tugagandan keyin 3 toifa o'rtasida o'lja taqsimida urush bo'ladi. Urushganlar aytadi, bu o'lja bizniki deydi. Chunki bizni kuchimiz bilan, bizni urushishimiz bilan buni qo'lga kiritdik deydi. O'lja yiqqanmiz. Toifa aytadiki, yo'q, bu o'lja bizniki. Chunki shunda ko'zimizni tagida turuvdi. Buni o'z qo'llarimiz bilan terdik, chunki bu bizlarniki edi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam himoyasida turgan sahobiylar bu bizniki, chunki biz Rasulullohning himoyasi bilan mashg'ul bo'ldik. Rasulullohning duolari bilan shuni islatib berishdi, bu bizniki deb talash janjal bo'ladi. Maniki. Qarang. Shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari aytadiki, bu inson tabiatining noziyligini qarang deydi. Tabiatning noziyligini qarang. Kechaginda muhojir sahobiylar Madinaga kelganda, mana bu uyimni oling, mana bu joy sizniki, mana bu qo'y echkilar sizniki, mana bu tuya sizniki deb o'zini qo'l ostidagi turgan mol va dunyoni muhojir sahobalarga teng berib turgan ansorlar Badr jangida mol dunyo tepasiga kelganda shunaqa bir-biri bilan qarama-qarshi. Bunda olib qarangda, dunyodagi hamma kelishmovchilik, otani qariyalar uyiga olib borib qo'yyapti, onani qariyalar uyiga olib borib, jinnixonaga olib borib qo'yyapti yoki haydab yuboryapti. Aka-ukani yuz ko'rmasligi, er-xotinning o'rtasidagi hamma bo'layotgan eng asosiy janjal, aka-uka o'rtasidagi bo'layotgan quda-andi o'rtasidagi kelishmovchiliklar, bitta hamkor bo'lib ish boshlagan ertasi kuni bir yil, bir yarim oydan keyin bir-biridan qirpichoq bo'lishlik, hammasi nimaning evaziga? Shu mol dunyo evaziga. To'g'rimi? Agarda deydi, ey Rasululloh, agar mol dunyoni meni nazdimda pashshani qanoticha qadri bo'lganda, birinchi bo'lib sizga bergandim. Birinchi bo'lib sizga berardim dedi. Pashshani qanoticha ham qadri yo'qdi. Hozir mana shu hozirgi muammolarimiz hammasi nimadan? Mol dunyo. Poraxo'r nima uchun? Pora olib qamalyapti, sharmanda bo'lyapti, to'g'rimi? Nima? Birovning haqini yeb, bozorlarda tarozidan urish, undan urish, joylarda metrdan urish, hammasi nima? Shu mol dunyo deb qilyapti. Bu mol dunyo bandani boshiga bir baraka keltirsa ham mayli. Men aytaman-da, hech qachon boylardan yordam so'ramang. Yordam so'rasangiz, dardingizni aytsangiz, bir ozgina eshitib turganday bo'ladi, bir fursatni poylaganda shunday ilib oladi, o'zini dardini aytib ketadi, o'zini dardini boshlab yuboradi, muammolarini boshlab yuboradi. Qochishga joy kerak sizga. Aytasizki, Allohga shukr, men buni dardini oldim, meniki hech narsa emas ekan deb shukr qilib ketasiz. To'g'rimi? Ana shu jangda sahobiylarni 3ga bo'linib, ey Rasululloh, bu o'ljalar kimniki degan savolga majbur qilgan narsa shu mol dunyo. Endi unda ham mol dunyolar nima? Bu o'sha qilich, nayza, qo'rqon mana shular bo'lgan. O'sha o'ldirgan odam, o'ldirilgan maqtulni mol dunyosiga ega bo'lgan. Mana shu narsa. O'sha Uhud jangidagi mag'lubiyatda asosiy ham mol dunyoga bo'lgan muhabbatdan boshlangan. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki: "Va ma atakumur